ishonmagan, чтобы 2 kundan keyin bosib ketadi degan. Сразу 2 kundan keyin men 3-kuni samoстоятельно bosib ketdim. Mana уже 5-kun. Shukur. Zo'r siz. Zo'r ele bosib Yurinchi yurishlaringizni ko'raychi mana. Mana bemorimiz Qirg'izistondan kelishgan. O'ng tomonlama chanoq son bo'g'imini mana aseptik nekrozga qo'yganmiz diagnozda. Bu kasallik bo'yicha necha yildan beri og'rib turasiz? Necha yil bo'ldi boshlanganiga? Где-то bir 5 yil. 5 yil bo'ldi. Og'rig'ani 2 yil oyoq qattiq og'ridi, ana 7 yil уже maksimum bo'ldi уже. Mana endi shuni inobatga olishimiz kerak. Bemorimizga o'ng tomonlama total endoprotezlash amaliyotini amalga oshirdik. Mana bugun javob beryapmiz. Kayfiyatlari zo'r, mana operatsiya bo'lgan bemorga o'xshamaydi holatlari, to'g'rimi? Operatsiya qalay o'tdi mana? Operatsiya ayvay yengil o'tdi. Men qo'rqdim, какой-то qanday o'tdi debchi. И именно o'sha klinikani tanlab, o'sha Moskvadan prilagat etib sizlarga keldim. Juda ham yaxshi. Ayvay so'nim. И доверие bilan kelganim uchun ayvay yengilmen. Ishonmagan, чтобы 2 kundan keyin bosib ketadi degan. Сразу 2 kundan keyin men 3-kuni samoстоятельно bosib ketdim. Mana уже 5-kun. Shukur. Zo'r siz. Zo'r ele bosib Yurinchi yurishlaringizni ko'raychi mana. Вот так. Mana yurishlari cho'tki. Mana endi shu narsani inobatga olishimiz kerak. Qarang. Chanoq son bo'g'imidagi aseptik nekroz bu nima degan savolga javob topishimiz kerak-da. Aseptik nekroz degan kasallik o'sha son suyagini boshchasiga qon aylanishda buzilishi natijasida suvaydi ham o'sha tog'ayli qavati ham suvayli qavatni yemiriluvchi, ya'ni yemirilishi bilan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallikda asosiy belgilari chop sohasida og'riq bo'ladi, dumba sohasida og'riq bo'ladi va yurganda ma'lum darajada oqsallanish belgisi yuzaga keladi. Sizda shunaqa narsa bo'lganda, eng asosiy belgilardan biri chanoq son bo'g'imidagi harakatlar izdan chiqib qoladi. Sizda shu narsa bor edi. Yana bitta asosiy belgilardan biri oyog'ini ko'tarishi cheklanib qoladi, ko'tarish qiyin bo'lib qoladi. To'g'rimi? Shu narsalar bo'lgan. Ya'ni bunaqa mahallarda bemorga birinchi qilinadigan ishlardan biri quymichlarni rentgen qiling deyapti. Eng asosiy diagnozlardan qo'yish uchun quymichlarni MRT qilib ko'rgan deyapti, 100% diagnoz aniq bo'ladi deyilyapti. Endi asosiy kasallikda birinchi, ikkinchi bosqichlarda lecheniya, fizlecheniya, sanatorniy kuror lecheniya, agar o'sha lecheniyalarning foydasi bo'lmasa, quymichlarni yangilagin almashtirgin deyapti. Mana shu narsaga erishdik. Lekin zo'rsiz. Men вообще zo'rman. Qani opa yurishlaringizni ko'raylik. Mana yurishlari zo'r mana. 5 kunda ichida operatsiya bo'lgan bemorimizning holati ideal darajada. Og'riqlaringiz yo'q, mana og'riqdan qutuldingiz. Oyoqlaringizni ko'taringchi mana. Oyoqlarni ko'tarishlari juda yaxshi. Buni ham ko'taringchi, ikkisini qani tiyanib. Yaxshi. Mana shu narsani inobatga olishimiz kerak. И вот без этого. Zo'r. Zo'r. Yaxshi. Без этого. Shu soha bo'yicha qiynalayotgan bemorlarga o'zingizni do'stona maslahatingiz. Urmatu Qirg'izistonda, O'zbekistonda. Mol Ferg'ana oblastinin, O'zbekistonga qarashli Ferg'ana oblastinin men o'zbekcha yaxshi tushunmayman. Aytavering o'zingiz tilingizda bemalol. Qo'rqmasdan Ismoil klinikasına kelib, bemalol o'zingizlarni topshirsangiz bo'ladi. Xo'p. Men uверенно o'zim topshirdim, qo'rqmadim. Вот получениеsi вообще идеальный bo'ldi. Men kutgandan da идеальный вообще. O vrachlar professional vrachlar bit bardig'i. Вот. Aytarim, qo'rqmay kelersangiz bo'ladi. Bar yo'g'i medsestralari ayvay yaxshi, vrachlar ayvay yaxshi. Ну, qanday ощущение bo'ladi? Menda вообще so'nin bo'ldi. Zo'r siz. Mana shuni inobatga olishimiz kerak. Bemorimiz 91-yil, yosh. Lekin hayotiy sifatini yaxshilash uchun albatta endoprotez muhimligini o'zingiz ham bildingiz. Boshida bemorda qo'rquv bo'ladi, lekin bemorda oqsarlanib uni qiynalib yurgandan albatta endoprotez qo'ydirsa foyda ekan faqat. O'shani bildingiz. O'shani bildim. Ilohim tan joningiz sog' bo'lsin. Shu qo'yilgan protezimiz uzoq yillar xizmat qilsin, xudo xolasa. Ora-orada kelib maslahat olib turasiz. Albatta bu soha bo'yicha qiynalayotgan bemorlar bemalol doktor Ismoiljon nomidagi xalqaro ortopediya travmatologiya markaziga bemalol kelishlari mumkin. Bu yerda hamma vrach ortoped travmatologlar bor. Ko'ramiz bemorni. Agarda mana doim aytamiz, lechena qilinadigan bemor bo'lsa, lechenasini qilib davolab chiqaramiz. Endoprotez qo'yiladigan bemorlarga to'g'ri tushuntirgan holatda, to'g'ri tavsiya bergan holatda endoprotez qo'yib davolaymiz. Aning qo'rqinish yeri yo'q. To'ppa-to'g'ri. Zo'r siz-a? Zo'r. Zo'r. Salomat bo'ling, tan joningiz sog' bo'lsin.